Lost City'daman. Eng oson va qiyin lokatsiyalardan biri desam bo'ladi. Eng kerakli narsalarni olamiz. Menga esa kerak emas, chunki umuman oson, juda oson bo'lib ketadi. Round. Moskvich. Короче. Yoshli kataklar yomon osonlashtiradi ishimni. To'g'ri qilolmaysizlar. Chunki ular quyosh beradi. O'zi. Bu deganimizda ham Patsolnik ham jarohatlar turibdi. O'zi gibrid moddagi desak ham bo'ladi. Birinchi jarohatlar ekanmiz, keyin orqasidan olov o'tar. Va dalcha vaziyatga qarab. Qanaqa vaziyatga qarab. Baribir oson ketadi hammasi. Chunki olov o'tarni uroni zo'r. Eng oson lokatsiyalardan birida eng maraz zombilar bor. Bilasizmi shuni? Uchotar ekanmiz endi. Yoshli kataklar yaxshigina yordam beryapti. Shunchalik quyosh ko'pki, bemalol uchotarga ham yig'olyapman. Va hammasiga barg beramiz oxirida. Tepadagini-ku o'zimiz kuchimiz bilan gazini berib qo'yamiz. Quyosh shunchalik ko'p ekan, mana shunaqa himoya chiqdi. Mayli, birinchi bosqich oson o'tdi. Ana endi ikkinchi bosqich. Tak, ikkinchi bosqich. Mayli. O. Bepul 225 quyosh. Mayli, rahmat. Yong'oqligari hozircha kerak emas. Hammasini olamiz va boshladik. Jarohatlar ekan boshida. Keyin mana uchotar ekan. Nega keyin bilasizlar? Mana ikkita oltin katakka uchotar ekan yaxshi. Effektivni bo'ladi. Bu hammasi yaxshi ketyapti. Oson. Hozircha oson deya olaman. Nega aytaymi? Chunki bu yerda kim bor to'g'ri? Zombi Lapatka, Indiana Johnson va boshqalar. Ular esa menga yomon xalaqit beradigan zombilardan biri, jarohatlarga. Bu himoya tayyor. Endi oxirida barg berib olamiz. Hammasiga. Tepadagi. İkinci bosqich ham o'tildi. Juda oson ketyapmiz hozircha biz. Konveyer. Mana shunaqa chiroyli zombini ko'ryapman. Zombi lopata. Ну что ж. Boshladik unda bosqichda. Bepul quyosh uchun rahmat har doimgidek. Сразу 7 mi? Orqasidan qo'yamiz. Mana shu yagona o'simliklardan biri. Qo'taladigan buni.
O'rtadagi qayoqqa ketyapti? Endi quyosh yetmay kep boshlayapti. Yetmay qoldi. Rahmat. Mana bu esa yarimta o'simlik. Yetiladiganlardan. Pastga. Bo'ldi, esdan chiqardik pastdagi ikkita polosani. Xuddi o'rtaga o'xshab. Bar. Yo'q. Tepadagi ikkita chiziqqa ham tutilgan qoldi. Pastdagilarni himoya qilamiz. Va mana qilib barg beramiz. Oxirgi nafasda o'tdim deya olaman. Eng muhimi o'tdim. Mana narsalar kerak emas va ketdik. Bu lokatsiyani ko'p joyda shunaqa taktikani ishlatamiz. Yana konveyermi? Akini berishyapti menga bu safar. Mayli. O'tib bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Ushtosh, konveyerdan keyin yana bitta boyagi bosqichdan qolishmaydigan bosqich. Shu uchun shu bosqichda metani ishlataman. Nima desanglar denglar. Menga meta yomon ham kerak hozir. Yaqin kelyapman, lekin boshqa ilojim yo'q. Quyoshli katakka, quyoshli kerakchi quyoshli kataklar kerak menga. Meta. Ay. Hamma barkni metaga qo'yamiz. Top oxirigacha yashab qolish uchun. Yoki olovatarga beramiz. Qutqarmasam kerak kasilkani. Tepada esa bemalol qutqara olaman. Voy bu! Nima bu? Talpani qaranglar. Ketdik. Epladim. Akini oldim. Nega kerak ekan menga Aki? Deyvga savol. Mayli, keyingi bosqich. Mayli. Garoq otar, 2 otar, 3 otar, 5 otar, holding otar, yong'oqli garoq va olov otar. Shularni ishlataman hozir.
Tak. Yumruqli garoq. Eplolmasligingni bilaman uka. Asabda orqasiga bitta zo'mini himoyalanish. Avval men uni botanikada bo'laman. Va bu bolani savolab qo'yaman. Ay, ne to? Boshqa ilojim yo'q meni. Lopatkani yo'qotishga. Uchun endi quyosh yetmay qolyapti. Birinchi ikkita bosqich mazza qiladigan bosqichimiz qolgani shu. Ay, ne to? Shoshib qoldim. Ay, 0 sekund. 15 sekund ketmay qoldi hozir. Tepaga o'tar. Olov. O, как раз. Bekledik. Mayli. Sizlar bilan qishloqqa edi. Hammaga xayr. Like va obunani unutmaymiz. Keyingi ko'rishgunimizcha.